O'zbekistonning barcha viloyatida qanday ob-havo bo'ladi? Assalomu alaykum hurmatli tomoshabin. Bizning kanalimizda har kunlik va haftalik ob-havo ma'lumotini bilib olishingiz mumkin. Buning uchun kanalimizga obuna bo'lib, like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Diqqat qiling, O'zgidromet markazi 22 iyuldan 25 iyulgacha ob-havo prognozini e'lon qildi. Unga ko'ra, Qoraqalpog'iston Respublikasi va Xorazm viloyatida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 20-25 daraja, kunduzi 22-23 daraja. Buxoro va Navoiy viloyatida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Shamol sharqdan 7-12 metr/sekund tezlikda esadi. Harorat kechasi 20-25 daraja, kunduzi 22-24 iyulda 32-37 daraja, 25 iyulda 34-39 daraja bo'ladi. Toshkent, Jizzax, Samarqand, Sirdaryo viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Shamol sharqdan 7-12 metr/sekund tezlikda esadi. Harorat kechasi 20-25 daraja, kunduzi 22-23 iyulda 30-35 daraja, 24-25 iyulda 32-37 daraja bo'ladi. Qashqadaryo va Surxondaryo viloyatida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Shamol sharqdan 7-12 metr/sekund tezlikda esadi. Harorat kechasi 22-iyulda 24-29 daraja, 23-25 iyulda 22-27 daraja, kunduzi 22-23 iyulda 34-39 daraja, 24-25 iyulda esa 35-40 daraja bo'ladi. Andijon, Namangan, Farg'ona viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi. 22-iyulda qisqa muddatli yomg'ir yog'adi, momaqaldiroq bo'lishi mumkin. 23-25 iyulda yog'ingarchilik kutilmaydi. Shamol sharqdan 7-12 metr/sekund tezlikda esadi. Harorat kechasi 20-25 daraja, kunduzi 22-23 iyulda 30-35 daraja, 24-25 iyulda esa 32-37 daraja bo'ladi. Biz sizga eng saralarni taqdim etishda davom etamiz. Xayr, salomat bo'ling.